Ay maşallah, soat 6:30 bo'ldi akalar. 12da tashlab ketdim mashinani kuzov qo'yish uchun Bahrom akaning servisiga. Mana akalar, kuzov вообще idealniy tushibdi. Hali krilolarni qo'ygandan keyin juda chiroyli chiqadi. Mana rama kelib tugagan, u yoq bu yoq 15 sm bu yoqdan tushibdi kuzov. Voy onang nimaga. Pad nomerlarigacha bor ekan kuzov, tumankalarigacha bor ekan. Maşallah. Mana endi ham bu stoplarni bu yoqqa qarab ko'chiriladi. Juda chiroyli, idealniy turadi xudo xolasa. Nomer ham juda chiroyli turadi. Kuzovga gap bo'lishi mumkin emas. Mayda detallarigacha sifatga alohida e'tibor qaratgan ekan lekin. Maşallah. Zo'r ishlagan ekan Promoavto kuzovni. Xudo xolasa yigitlar ishlashyapti. Hozir endi kuzov qo'yib bo'lindi. Bak yechilyapti. Gaz ishini ertadan boshlashadi, indinga mashinani zavod qilishadi xudo xolasa. Gazda indinga tayyor bo'lgandan keyin yana bir inshaalloh test drive qilib bir haydab ko'ramiz. Lekin kuzov вообще idealniy chiqibdi, juda zo'r chiqdi, yarashibdi mashinaga. Ochgan ancha-muncha. Azamat aka ko'rayotgan bo'lsangiz aka, mashinangiz xudo xolasa indinga tayyor bo'ladi aka, kelaverasiz olib ketishga.